Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan kundalini energiyasi va bu energiya uyg'onganda insonda qanday holatlar sodir bo'ladi? Bu haqida gaplashamiz. Umuman olganda bu video aynan doimiy o'z ruhiyati ustida ishlab kelayotgan, doimiy ravishda meditatsiya, initiatsiyalar, mantralar, zikrlar takrorlab yuradigan insonlar uchun, chunki kundalini energiyasi aynan mana shu doimiy ruhiy rivoj ustida ishlaydigan insonlarda uyg'oq bo'ladi va uyg'onish bosqichida u bilan qanaqadir holatlar sodir bo'ladi, lekin ba'zida hatto yillar davomida o'z ruhiyati ustida ishlagan insonlar o'zi bilan qanaqa voqea, qanaqa holatlar sodir bo'layotgani, qanaqa hislar ketayotganini o'zi anglab yetmaydi. Aynan bugungi video sizga yordam beradi. Siz bilan aslida noto'g'ri jarayonlar emas, eng muhim uyg'onish bosqichi ketayotganini tushunib yetasiz. Kundalini energiyasi bu umurtqa pog'onani pastki qismida joylashgan, ya'ni dumg'aza qismida. Biz buni birinchi chakra deymiz. Aynan bu energiya oddiy insonlarda doimiy uyqu holatida bo'ladi. Ya'ni ramziy ma'noda esa u ilon shaklida tasvirlanadi. Ba'zi bir manbalarda aynan bu energiya uyg'onganda orqa umurtqa bo'ylab yuqoriga ko'tarilish boshlaydi va har bir chakrani aktiv holatga keltiradi. Qachonki kundalini energiyasi eng yuqori chakra, 7-chakraga ko'tarilganda inson to'laqonli uyg'onish holatiga yetishadi va yaratuvchi yuqori olam bilan, nur dunyolari bilan aloqaga kirisha oladi va o'zidan endi ortiq insoniy xarakteristikalarni emas, nur xarakteristikalarini namoyon qilishni boshlaydi. Kundalini energiyasi aktivlashishi bu ma'lum bir bosqichlarga bo'linadi. Har bir chakrani aktiv holatga keltirayotgan paytida avvalo aynan shu chakralarda sizda o'tirgan xotiralar, g'azab, mana shunaqangi salbiy hislar bo'ladigan bo'lsa, albatta ular o'zini namoyon qiladi. Tanada har xil jarayonlar sodir bo'ladi. Umurtqa pog'onasida inson har xil energetik holatlar, issiqlik his qilishi mumkin yoki jimirlashlar his qilishi mumkin. Bosh qismida esa xuddi bosh miya ichida elektr o'tayotgandek his qiladi, jimirlash his qilishi mumkin yoki uvishish tanada ba'zi bir holatlarda sodir bo'ladi. Boshda esa impulslar, shovqinlar yoki qanaqadir yupqa ovozli tonlarni eshitilishi mumkin. Tana bilan bo'ladigan jarayonlarda esa tana o'zidan o'zi tebranish holatlari kuzatiladi. Bundan tashqari kayfiyat tez o'zgarib turadi. Ba'zi bir holatda inson shu qadar kuchli tanada orgazm his qilishi mumkin. Ba'zi bir holatda esa juda ham kuchli tushkunlik holati sodir bo'ladi. Kayfiyat kun davomida o'zgaradi. O'zidan o'zi xursandchilik yoki o'zidan o'zi xafagarchilik holatlari sodir bo'ladi. Bu holatlar tez uchrab turadi. Bu albatta doimiy emas. Boshlanishida bu holatlar sodir bo'lganda albatta kundalini energiyasi uyg'onish paytida har bir insonga yo'l ko'rsatuvchi ruhiy ustozi yonida bo'lishi kerak bo'ladi. Uyg'onish yo'lini tanlar ekansiz, albatta sizga har bir jarayonlaridan, siz o'tayotgan jarayonlardan allaqachon o'tgan, ruhiy darajada ma'lum bir yetuklikka kelgan, albatta siz doim maslahat so'ra oladigan ustozingiz bo'lishi kerak. Kundalini energiyasi uyg'onganda bundan tashqari hissiy jihatdan ham o'zgarishlar bo'ladi. Bundan tashqari quyidagi jarayonlar sodir bo'ladi. Aynan uyqu paytida tushlari tamoman o'zgarishi, ya'ni xuddi real hayotdagidek tushlarni aniq ko'ra olish va ularni aniq his qila olish yoki ertangi kun bo'ladigan voqealarni aniq tush orqali ko'risha boshlaydi. Insonlarni his qilishi boshlaydi. Insonlar qachon yolg'on gapiryapti, qaysi holatda rost gapiryapti. U ortiq endi o'zini olamda o'zini ajrata olmaydi insonlardan, tabiatdan. Chunki endi u hamma narsani his qilishni boshlaydi. Har bitta daraxt, tabiatdagi narsalarni,
har bitta insonni yonida o'tirgan inson ichki holatlarini his qilishi va aniq his qilishi boshlaydi. Intuitsiya ochilishi boshlaydi. Bundan tashqari aynan ko'zini yumgan vaqti ko'z oldida turli xil ramzlar, shakllarni ko'rishni boshlaydi. Bu ham aynan kundalini energiyasi aktiv faoliyatga kelayotganini belgisi hisoblanadi. Uyg'oqlik va tush o'rtasidagi pardalar ancha yupqalashadi. Va shunaqangi hislar kechadiki u bilan. Shunaqangi kuchli hislar kechadiki, bu hislarni hech kimga tushuntirib bera olmaydi. Hatto eng yaqinlari ham u nima demoqchiligini tushuna olmaydi. Chunki bu u bilan ketayotgan jarayonlar, holatlar umuman so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Aynan shu uchun yana bir bor aytgan bo'lardim, bu holat sodir bo'lganda insonda har doim u maslahat so'ray oladigan, unga yo'nalish beradigan albatta yonida ruhiy ustozi bo'lishi kerak. Aynan bu holatlar sodir bo'lishi biling, bu alomatlarning har biri nimani belgisi? Bu aynan siz qo'rquvlardan, og'riqlardan ozodlikka chiqyapsiz. Hislaringizdan ozodlikka chiqyapsiz va endi siz tanlashni boshlaysiz. Siz hislarni tanlashni boshlaysiz. Siz xayollarni tanlashni boshlaysiz. Siz endi ularni haqiqiy egasiga aylanishni boshlaysiz. Aynan bu holatlar siz bilan bu energiya uyg'onish vaqtida sodir bo'ladigan holatlar biling. Har bir uyqusiz tunlaringiz, har bir his qilgan hislaringiz aslida uyg'ongan ong ko'tara oladigan idishga aylanish jarayonidir. Ya'ni ongingiz shu qadar katta hajmda bo'la olishi kerakki, uyg'ongan inson ongini ko'tara oladigan darajada. Bu siz bilan sodir bo'layotgan har bir jarayon aslida sizni mana shu holatga tayyorlaydi. Asliy eslash va bu asillikni orqali yaratuvchi bilan bir hamohanglikka undaydi. Uyg'onish bosqichida aynan kundalini energiyasi mana shu holatlar sodir bo'ladi. Bugun biz faqatgina siz bilan uyg'onish bosqichida biz bilan ketadigan ba'zi bir holatlarni sanab o'tdik. Bundan tashqari juda ham ko'p mo'jizaviy jarayonlar ham sodir bo'ladi. Bu haqida ham alohida video qilamiz. Aynan siz ancha yildan beri ruhiy rivoj ustida bo'lsangiz, aynan siz bilan bu holatlar sodir bo'layotgan bo'lsa, biling, xavotir olmang, siz to'g'ri yo'ldasiz va ishonchli yo'lingizni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Bularning hammasi belgilar. Kundalini energiyasini uyg'onishi bo'yicha hali yana videolar chiqaramiz. Agar bu mavzuda sizda savollar paydo bo'lgan bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda sizni savolingizga javob berib o'taman. Va shu yerda qisqacha eslatib o'taman. Aynan bu energiyani uyg'otish ustida mustaqil o'zingiz bilib bilmasdan ishlamasligingizni va aynan sizda bu bilimlarga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yo'ldan o'tgan va ruhiy uyg'onish bosqichidagi ustozni topishingiz va bu orqali u insonni maslahatlari orqali bu yo'ldan o'tishingizni aytib o'tgan bo'lardim. Hammaga rahmat, ko'rishguncha.